Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kelibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayının muavin reisi Zübeyre Şemsiddin, Qurultay İcraiya Komitetining reisi, Uyghur Kişilik Huquq Qurilishining direktori Ömer Qanat ve Amerika Uyghur Birleşmesining reisi Elfidar İltabirlardan tarkib topgan hay'at 29 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisida Kengash palata a'zosi Todd Young, Avam palata a'zolaridan Chris Smith ve Haley Stevens qatorliqlar bilan ko'rishib, ulardan hozirga qadar Amerika Davlat Majlisiga sunilgan Uyg'urlarga munosabatlik bir qancha muhim qonun loyihalarining tezroq ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanishiga haydakchilik qilishni talab qildi. Uyghur hayiti ko'rishish jarayonida yana o'zlarining Amerika Davlat Majlisidan kutadigan konkret talablarni o'ttirib qo'yish bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarining hozirma ham shiddat bilan davom qilayotganligini, Şoň Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning navbatdagi eng jiddiy masalalarning biri ekanligini ta'kidlashdi. Uyghur hayiti ko'rishish jarayonida yana Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga qaratgan chegara halqan bostirish qilmishlarining kundan kunga kuchayotganligini, chet elga qaratgan soxta tashviqotni uzluksiz oshirish orqali o'zlarining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini yoshirish va oqlashga urinib kelganligini, shuning uchun Amerika hukumatining Uyg'ur masalasida Xitoyga qarshi texim jiddiy va unumli tadbirlarni yo'lga qo'yishning to'liq ta'xirsizligini ta'kidlashdi. Yangi yilning kirishi bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur Kişilik Huquq Qurilishi va Amerika Uyg'ur Birleşmesining rahbarlaridan tarkib topgan hay'at hozirga qadar Amerika Davlat Majlisiga sunilgan Uyg'urlarga munosabatli bir qancha muhim qonun loyihalarining tezroq ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanishini qo'lga keltirish. Shundaqla Amerika hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarshi texim jiddiy va unumli tadbirlarni yo'lga qo'yishiga haydakchilik qilish uchun Amerika Davlat Majlisidagi lobby faoliyatlarini qayta boshlagan va 11 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisidagi demokratlar rahbari Hakim Jeffries apandimning yordamchilari bilan 17 yanvar kuni bo'lsa Amerika Davlat Majlisining raisi Mike Johnson apandimning yordamchilari bilan ko'rishib, yuqorqi mazmunlarda suhbat olib borgan edi. Ömer Qanat apandimning bildirishicha, ularning Amerika Davlat Majlisi va Amerika hukumat organlaridagi yuqorqidagi uchrashishlari bundan keyin izchil davom qiladi. Amerika Kengash palata a'zosi, Kengash palatasi istixborot alayda komitetining mas'ul a'zosi Marco Rubio Amerika ijtimoiy aloqa supsi X chaqiriq e'lon qilib, Uyg'urlarning adolatga erishishiga loyiq ekanligini, erkin dunyoning Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilgan jinoyatlarga ko'z yumaslik kerakligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisining Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni, Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuniga o'xshash Uyg'urlarga aloqador xalqlik qonunlarni ma'qullashida ochqishlik rol o'ynagan Marco Rubio bu chaqiriqni BDTning 23 yanvar kuni o'tkazgan Xitoyning kishilik huquq xotirasini qarorlik baholash yig'ini munosabati bilan e'lon qilgan. Marco Rubio bu yig'inning oldida Amerika tashqi ishlar ministri Blinkenga xat yozib, Blinkenning qarorlik baholash yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini o'ttirib qo'yishi va Xitoyni javobgarlikka tortishni talab qilgan 4 nafar Kengash palata a'zosining biri bo'lgan. BDTning 23 yanvar kunidagi baholash yig'inida Amerika bosh elchisi so'z elib, Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatni davomlashtirayotganligi, uning Uyg'urlarga qaratilgan tug'mas qilish, bola tushirish, Uyg'ur oilalarini parchalash qilmishlarini darhol to'xtatishi, tutqunlarni qo'yib berishni talab qilgan edi. Marco Rubio o'tgan hafta X'da e'lon qilgan chaqiriqida mundaq degan: Bu hafta kommunist Xitoy o'zining ming yuyish, majburiy tug'mas qilish, qattiq nazorat qilish, shundaqla o'z fuqarolarga qarata ilib borgan irqiy qirg'inchiligining so'rqiga duch keldi. Uyg'urlar, Tibetlar, Hongkongliklar va nahaq tutqun qilingan Amerikaliklar adolatga erishishga loyiq. Erkin dunyo Xitoy Xalq Jumhuriyatining jinoyatlariga ko'z yummaslik kerak. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy BDTning 23 yanvar kunidagi baholash yig'inida o'zlarining atalmish Xinjiang siyosatidan aqlab, uningga qaratilgan tanqidlarni rad qilgan. Shundaqla O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Kuba, Rossiya va Pokistonga o'xshash musulmon davlatlarning qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, biroq 31 g'arb davlati Xitoyni tanqid qilib, uning BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining Uyg'urlar haqida e'lon qilingan dokladlik talablarini o'rindashni talab qilgan. Yaqında Amerikadagi To'pilik gazetiga chiqqan bir maqolada Xitoyning O'rta Sharqda kuchayib ketgan ta'sirini cheklashda Uyg'urlarning muhim rol o'ynaydiganligi o'ttirib qo'yilgan. Amerika Davlat Majlisiga oid xabarlarni ko'proq e'lon qilgan bu gazetning to'g'rida e'lon qilingan Xitoy O'rta Sharqda ufq qozonmoqda, Uyg'urlar buni to'xtatishda ochqishlik rol o'ynashi mumkin nomli bu maqolada kommunist Xitoyning abdi bashirsini oshkorlash,
ya'ni Xitoyning islomga bo'lgan dushmanligini va Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini O'rta Sharq davlatlarga davomli bildirish orqali bu rayondagi musulmonlarning Xitoyga bo'lgan hushyorligini o'stirish, Xitoyga bo'lgan muhabbatini ojizlatish, Xitoyning bu rayondagi nufuzi va ta'sirini cheklash kerakligi o'ttirib qo'yilgan. Maqolada mundaq deyilgan: Şinjandagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga yoshirin ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilik Yugoslaviya urushidan buyon musulmon emaslar musulmonlarga yurgizib kelayotgan eng og'ir ziyonkashlikdir. Xitoy hozir Isroiliya armiyasi gunohsiz musulmonlarni bir tutash qirg'in qilyotidi deb ayblamoqda. Holbuki Xitoydagi irqiy qirg'inchilik maxfiy qolmoqda. O'rta Sharq rayonidagi hukumatlar Xitoy bilan yomonlashib qolmaslik uchun Uyg'urlarga oid xabarlarni qattiq tekshirdi. Gazet va boshqa taratqularda bu masalani qat'iy tilga olmaydi. O'tgan yil 6-oyda Arab davlatlar ittifoqi vakillari Şinjangni ziyorat qildi hamda irqiy qirg'inchilik haqidagi doklad yolg'on ekan degan xulosani chiqarishdi. Shu oyda yana Falastin prezidenti Mahmud Abbas Beyjingni ziyorat qilganda Xitoyning Şinjang siyosatini qo'llaydiganligini bildirdi. To'pilik gazetiga chiqqan maqolada yana Amerikaning hozir Arab va Turkiya xalqlarining qo'llashiga erishishining oson to'xtamaydiganligi, ammo Isroiliyani qo'llash sababidan O'rta Sharqda ayrilib qolgan nupuzini va ta'sir doirasini Xitoyning qo'lidan tortib ololmaydiganligi bildirilgan. Maqolada mundaq deyilgan: Xitoyning O'rta Sharqda asosli tashqi kuch va yetakchi davlat bo'lishining oldini olish uchun Amerika Xitoy degan nomni O'rta Sharq davlatlarining nazarida irqiy qirg'inchilik bilan o'xshash nom qilib ko'rsatish kerak. Buning uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligi bir plan tuzib, Xitoyning jinoyatlarga oid uchurlarini tarqitishi, O'rta Sharqdagi yerlik taratqular va ommaviy tashkilotlar bilan uchrashib, Amerikaning yer shari taratqularining manbasini ko'paytirish kerak. Ommaviy diplomatiyaga mas'ul kishilar, yerlikda ta'siri bor shaxslar, bo'libmi torcholponlarga uchur ta'minlashi kerak. Chunki ular tarqatgan uchurning tarqalishi keng, ta'siri cho'ng bo'ladi. Eng muhimi, hukumatning yuqori darajalik amaldorlari O'rta Sharqda qilgan ziyoratlarda va oshkor nutqlarda irqiy qirg'inchilikni tilga ilib turishi lozim. Maqolada Amerikaning O'rta Sharqda tashviqot va diplomatiya yo'li bilan Xitoyning ta'sirini ojizlatishga to'sqin bo'ladigan ikki omil o'tirib qo'yilgan. Buning biri Amerikaning ranjitib qo'yish ehtimoli bo'lgan ittifoqdoshi Turkiya, yana biri Amerikaning ishga yarmas bo'lib qolgan ommaviy diplomatiya organlari. Turkiya Amerikaning NATOdagi ittifoqdoshi bo'lsa-mu, Amerikaning Isroiliyaga yordam berishiga qarshi chiqmoqda ekan. Maqolada aytilishicha, Amerikaning ommaviy diplomatiyasi bo'lsa hozir ojiz ahvolda bo'lib, uni kuchaytirish uchun Amerikaning sovuq munosabatlar urush davridagi tashviqot kuchini asliga keltirishi zarur ekan. Bundaq ahvolda eng yaxshi usul Amerikaning O'rta Sharq davlatlari bilan Uyg'urlar masalasida suhbat o'tkazishi bo'lib, bu orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini yumshatib, u joyda zulmga uchrayotgan musulmonlarning ahvolida yaxshilanish paydo qilg'ili bo'ldi ekan. Xitoy haqidagi salbiy tushunchaning Amerika xalqi orasida tezini o'sib berayotganligining yaqindan buyon ko'plab bilinayotganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoyni raqobatchi yoki dushman deb qarash masalasida bu masala texmi oydin bo'lmoqda. Amerika xalqining nazaridagi dushman tizimligida Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Iron qatorliq davlatlar bashoratdan o'rin olgan bo'lib, yaqinqi mezgillarda tamom bo'lgan 2023-yillik ray sinashlarda bu masala muhim tema bo'lgan. PEW, Gallup qatorliq donliq ray sinash markazlari tamomlagan baholashda 50% yoki uningdan ortiq avam Xitoyni bosh dushman deb qaragan. 30% dan ortiq kishi bo'lsa Rossiyani ikkinchi nomerlik dushman deb baholagan. Bu vaqtdagi baholash obzorlarida aytilishicha, bu hol Xitoyning uda 3-chi qatim Amerika jamoati tomonidan 1-nomerlik dushman deb qaralishi hisoblanadi. Fuqarolarning bu xil bahasi hukumat tarafining Xitoy haqidagi maydondan farqli bo'lib, jumhuriyatchilarning 70%dan ko'proqi Xitoyni bosh dushman deb qaragan. Demokratchilardan 30% kishi Xitoyni bosh dushman degan. Bu vaqtdagi baholashda ko'rsatilishicha, xalqimizning Xitoyni eng chong dushman deb qarashida hammaga tanishliq zo'r voqealar muhim rol o'ynagan. Jumladan jasuslik havo shari, kishilik huquq masalalari, Tayvan bo'g'izidagi jiddiylik, Tadisimon virusining izchil davom qilayotgan ta'sir qatorliqlar buningki muhim mazmunlardan bo'lib qolgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Chicago universitetining professori John Mershmer navbatda Rossiyani Amerika uchun bosh dushman deb qarashning zodli puttirab tura olmaydiganligini alohida ta'kidlaydi. Amerika Xitoy munosabati izchil xalqaro munosabat sohasidagi muhim temalardan bo'lib, har qachon xalqaro jamoatning diqqat nazarida bo'lib kelayotganligi ma'lum. Bo'libmi buningdan yarim asr ilgari sobiq Amerika prezidenti Richard Nixonning Beyjingga berishdan boshlangan do'stona aloqa necha 10 yilga so'zilgan uzun musobaqa gullanishdan keyin tadrijiy so'g'uqchilikqa o'rin almashtirdi. Buningda hammadan bakrak diqqat qo'zg'agan omil shu bo'ldiki, Trump hukumati davrida pardasi ochilgan yiriklik Bayden hukumati davriga kelganda texmi ro'shanlashdi. Shu qatorda Beyjing qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilish hamda Sharq Turkistondagi qirg'inchilik chetishliq shaxslar va shirkatlarga jazo e'lon qilish tufaylidan ikki taraf o'rtasidagi iqtisod, texnologiya, harbiy ishlar va ideologiya sohasidagi surkilish texim kuchaydi. Halbuki Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi,
Hamasqa qarshi hərbi hərəkətlər, Şimali Koreyaning yadro sınaqları qatarlıq bir qatar vaqalar Amerika hökumətinin diqqətini oxşamagan nöqtələrə buravatqanda, Xitayning izchil turda Amerika üçün düşmənlik o'rni qaralayotganligi davomli bilinmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.